Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Maktabda chustam bitta do'stimiz yozibdi. Damaji 23-yil ekan. Muftani sekin qo'ysam deydi, oxirida sal silkinib qo'yyapti deydi. U silkinib qo'yishlik o'sha muftani siz qo'yib yuborishni bilmayapsiz birinchi o'rinda. O'sha sekin o'sha skorga o'tirib, uni iloji boricha gazib berib, tezroq, ham sekin, ham tezroq jilishni harakatini qilsangiz, umuman silkinmaydi. O'sha sekin qo'yayotganingiz vaziyatga oz-moz bilintiryapti. Umuman behujolat minorining umuman ta'siri yo'q. Sekin-sekin u yo'q bo'lib ketadigan narsa. O'sha jicha noto'g'rilik bor ekan. Masalan, tevasida bosganingizda o'sha teva qismida jicha egrilik borligi uchun mutaspillanadi. Tekis bosmaganligi uchun bo'layotgan narsa. U yo'qolib ketadi. Mayli, sog' bo'ling. Maktabda obunachim tog'a zavat ertamanda zavat qilsam bittada oladi. Keyin biror joyga borib to'xtab nima qilsam 4-5 marta zavat qilsam olyapti deyapti. Endi bu siz klapinni bo'shattiring. Klapinni bo'shattirib turib, gazni reduktoridan ozaytirtiring gazni ustalarga borib. Nimagaki o'sha klapinni bo'shligini evaziga bekitmaganligi evaziga qizigandan keyin kompress yo'qolib ketib, gaz ko'pga boryapti. Ko'pga borganligi evaziga bo'kib turib yurmay qolyapti. Nimaga desangiz, boshida satr bitta bosganingizda yuryaptimi? Demak, nimadan reduktordan gaz shunday kelib olyapti. Kelib olgandan keyin bittada olyapti. Bu bo'lsa bittada olmaslik kerak. O'zi aslida ertamanda bossiz 2-3 ta olsa, o'sha reduktoringizdan gaz normal kelayotgan bo'ladi. Mana shu obunachim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Maktab obunachim, tog'a men nima desam, qiziganda kalitga yurmay qolyapti deyapti. Sizniki ham shu ahvol. Kalitga yurmay qolganlik, ashular bittada yuraveradi, qiziganda yurmay qoladi. Qiziganda nimaga? Klapinlar yaxshi bekitmaydi. Bekitmagandan keyin kalitni ochganingizda gaz shunday kelib olib turib, motorning ichini gazga to'ldirib qo'yadi. To'ldirib qo'ygandan keyin satr bosiz bo'kib, uni yurmasdan bo'kib, anchadan keyin yo sudrat yurgizasiz, yo 3-4 marta aylantirganingizdan keyin akkumulyatorni charchatib turib, yuradi. O'shaning uchun klapinni bo'shattiring, undan keyin reduktordan gazni ozaytiring. Ustalarga aytib. Shunda mashina qiziganda ham, sovuqligida ham bittada yuraveradi. Mayli, sog' bo'ling obunachilarim. Vaqtimiz ozligi uchun tez-tez gapira qoldim. Rahmat sizlarga, shunchalik savol berdilaring. Men javob berdim. Rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.